Kibr qilishga insonda nima haqqi bor? O'zi kim inson? Bitta zaif maxluq. Hattoki hayvondan ham zaif o'zi aslini qarasangiz. Nimaga? Chunki hayvon tug'ilib, o'rnidan turib enasini emib yurib ketyapti. Inson tug'ilgandan keyin uning ahvolini qarang. 1 yil, 2 yilgacha u to oyoqqa turib yurgungacha ota-ona ezilib ketadi. Ko'tar. Shunaqa zaif inson asli tuproqdan, keyinchalik nutfadan yaratilgan bo'lsa, nimasiga kibr qilishi mumkin? Nimasiga katta ketishi mumkin? Tuproq nima u? Unaqa aziz narsa emas tuproq. Biz oyog'imiz ostida turadigan narsa. Aslimiz tuproqdanmidi? Keyinchalik nimadan yaraldik? O'zingiz hattoki jirkanadigan narsadan emasmi? Ey inson, o'ylab ko'ring-da. O'zi jirkanadigan narsadan yaralgan inson qanday qilib Parvardigorining huzurida kibr qilishi mumkin? O'zini katta olishi mumkin. Mana shu narsadan biz saqlanaylik.